Azamat boshladik. Achki taq qolganimga noto'g'ri tushunmaysizlar, quyosh tushyapti. Tonggi soat 8:00 bugun yakshanba 23-noyabr 2025-yil. YouTube kuzatuvchilari, ya'ni bizani eng ashaddiy muxlislarimiz, oila davrasida ham bemalol mazza qilib ko'radigan videolar tayyorlaymiz, bilamiz. Sizlar ham buni bilasizlar. Katta televizorlarda dam olgan kunlari mazza qilib ko'radigan videolar tayyorlashda davom etyapmiz. YouTube platformani nima yurg'izishni yana davom ettiramiz. Bu narsada xotirjam tushuntirib berayotgan paytingizda mazza qilib ko'rishga sizda imkoniyat bo'ladi. E'tiboringiz markazida Angliya brendi eng offroadlarni quroli desa ham bo'ladi, ya'ni Borsa Land Rover Defender. Ustki qismiga qilingan ishlardan bitta gapiramiz. Aytib o'tganda 3 litrli twin turbo motor bilan jihozlangan X5 da ham xuddi shu motordan chiqadi. Ot kuchi 400 ta. Mashinamizga biz, ya'ni men olganimdan keyin bu mashinani nima ishlar qilganimni, olgan paytimda o'zida faqat men nomerini taqdim va qilgan ishlarimni aytib beraman. Olganimda 14,000 yevrolik, ya'ni egalari diska balonlarni taqib qo'yishgan ekan, Michelin balonlarda. Men bu yerdan bitta ko'rsatib, soyam tushib qolmasin. Xo'p, supportlarni mana bunaqa, xo'p, tilla rang deymizmi buni, saroni sochniisi deymizmi? Supportda biz masalan $500 ga bo'yab beramiz desa, mijozlar buncha qimmat deyshadi. O'ylashadi, shundan sepib qo'ysa bo'ldi. Yo'q, unaqa emas. Ishga ham ozgina to'xtalib ketamiz deb aytdim. YouTube platforma bemalol gapirishga bizga sharoit beradigan platforma. Supportlar hammasi bitta-bitta yechiladi. Uni haydovchilarimiz yechib berishadi. Tormozning sistemasini, shlankalarni hammasini bo'g'amiz, ya'ni moy jitkisi oqmasligi uchun oqadiganini oqizib olamiz deb. Ana undan keyin bu o'zini maxsus suviga solinadi. U ustidagi nimasini to'kkandan keyin o'zini zavodskiy kraskasini to'kib, gruntopkasini sepib, kraska sepib, lak sepib, yozuvni yopishtirib, lak sepib, yana keyin haydovchilarga berib, perkachka qilib qo'yiladi. Haydovchilarning o'zi deyarli $100 pul oladi bu narsaga. Bu yoq qolgani ish xizmat. Shuning uchun $500 so'z hayron bo'lmaydi. Xo'p, individual, ya'ni maxsus qilingan ishlardan, shu mashina uchun qilingan individual dermidi? Noto'g'ri bo'lsa to'g'rilab ketinglar. Aytgancha mazah ko'rasiz videoni. Like tugmasini ham bosib ketish esdan chiqmasin. Boshqalar ham ko'rsin, maza qilsin. Mana Defender yozuvlarini ham har bittasi qo'l ishida bo'lgan bulari. Havo kiradigan jabrasiga Defender yozuvlari va mana bunaqa diskasida o'zining Defender yozuvlari bor. Shularni ajralib turish uchun shu narsalar qilingan. Ustki qismiga qilingan ishlardan agar siz Defender olgan paytingizda buni aniq paroki bo'lmasligi mumkin, lekin bu mashina zavodskiy bo'lgan, parok bo'lmasa biz xuddi shunaqasini ham qo'yib bera olamiz. Narigi mashinamizda elektronisi bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana bu chamadonni nima deb ko'pchilik so'raydi, meni o'rtoqlarim ham so'raydi. Birato'la hammani hozir o'sha beradigan savoliga javob berib ketamiz. Xo'p, bu joyga nima solsa bo'ladi? Bu joyga o'zi aslida etini ham solib qo'ysa bo'ladi. Offroadga chiqqanda sirazi tushib kiyib olish uchun va xolodilningiz bo'lmasa, sovuq kuni chiqqan bo'lsangiz, go'shtlarni ham bemalol qo'ysa bo'ladi. Bundoq qilasiz. Mana bundoq qilib turib pastga. Bitta taras bo'ldi, yopiladi. Ana endi u yoq tarafidagi narvonini sizlarga ko'rsataman, qanaqa ishlaydi, funksionalligi qanaqaligini. Ana undan keyin sizlarga yana mashinamizni obzor qilishda davom etamiz. Xo'p, bu yoqqa kalit tiqqan paytimizda bitta tepaga bo'riladi. Bu narsa ochiladi. Narvan to'g'riga bu yoqqa chiqadi birinchi. Bo'ldi, shuni o'zimni qanaqa qilib oyoq qo'yib chiqamiz balondan deydiganlarga mana savollarga javob. Bu ishlaydimi? Albatta ishlaydi bu narsa. Oyoq qo'yib chiqib, tomida yotadigan joy yoki olinadigan narsalarni olish uchun maxsus qilingan. Yana qo'yadigan paytda tepaga yopamiz. Bitta qilsa quflanadi. Buni bosib quflab qo'yamiz. Xo'p. Bitta shu joyi ko'rsataylik, jonim, mana shu ko'rsating. O'zini bu paroka, bu rosa ham qulay, mana chiqishga qarang, oyog'imni qo'yib chiqaman, rosa ham qulay, bemalol. Qalingina, shiroka. Bu mashinamizniki bo'lsa, mana bunaqa elektronli. Bu ham juda ham qulay. Bemalol chiqsa bo'ladi bunga, elektronli paroka. Sizga agar unisimi, bunisimi yoki bo'lmasam narvani kerak bo'ladimi, orqadagi chamadanchasini hammasi bizda xudo xolasa bir kundan 3 kungacha olib kelib beramiz. Bu mashinalarga nima qilganmiz biz? Ikkalasini ham tegidagi rangi aslida qora glansiy bo'lgan. Bunga mana bunaqa svetli jigari mativ yopishtirilgan. Bunga chisti mana bunaqa chorni yopishtirilgan, ya'ni qora qilingan. Ha, chorni korechniy, bunda chorni mativ. Hammasi o'zi bilan kollaboratsiya bo'lgani uchun ofitsialniy muammo yo'q hech qanaqa. Mabodo sizga ham shunday xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasiz. Bilasiz bizani. Anchadan beri bu ish bilan shug'ullanamiz. Bu mashinamizda, xo'p, saloni qora, ya'ni usti ham ichi ham qora variantda. Buni oq bilan Hermes rangi bor, ya'ni svetli jigarni. Hozir bizda ko'rsatadiganimiz, ya'ni mana mashinamniki oranjiy salonda bu ham. Listalarning rangi bor, o'shanga ham o'xshab ketadi. Mana holati, bolalar chiskelar qilib
Orqaga salapanlarni ham qilib qo'ygan. Orqaga o'tirganda ham juda ham udobniy. Hop, o'zim mashinamni hozir orqasini sizlarga bagajini bitta ko'rsatib, ajoyib joy bor, o'shadan bitta ko'rsatamiz fishkasini, ya'ni o'g'ga chiqqan paytda nima bo'ladi, nima qo'yadi, mana qaranglar. Beskulchoy do'stlari bor, mashina full option. Ha, aytgancha, mashinamizning ikkita orqasida kamerasi bor, pastda bitta kamera bor, zadniy kamera, keyin tepada doimiy yonib ketadi bu. Ichkarida Bradwayda hozir ko'rsatamiz uni ham salonga o'tirgan paytda ruchka hech qanaqa tortiladigan emas, orqasida knopkasi bor, bitta bossangiz o'zi ochiladi. Kak yangi chiqqan Lexus'lardek, hop, tagida qo'yishga men bu yoqqa hozir katta balon bo'lgani uchun bu mashinalarda o'zi domkrat, hop, keyin nima bo'ladi? Balon yamaydigan, keyin nasos bo'ladi. Solib qo'yganman hammasini. Yana yopamiz. Mana bunga yaqinlab berasizlar. Narsa ortganda yomon bo'lib ketmasligi uchun bu off-road rejimi, shuning uchun mana shunaqa qilingan ustilari. Yana bitta muhim ajoyib narsasi, mana bitta ikkita forchkasi bor. Ikkita oynasi bor. U nimaga kerak deganlarga, bu sideni yotgan paytida mazza qilib ichkarida uxlasa bo'ladi. Ani suvlaringizni, narsalaringizni mana bu qo'yib qo'yasiz. Udobniy bo'lib turadi sizga. Bu odamniki bu yoqda, u odamniki u yoq tarafda ham bor. Ha, aytgancha, mana bu yerda znak turadigan joy bor. Takli tomli. Mashinamizdan ostilar bilan bitta ichki qismini ham obzor qilamiz. Siz bu yoqdan o'tasiz, men bu yoqdan o'taman. Ketdik. Mashinamizdan salon qismiga o'tirib oldik. Achkini yechib qo'yamiz. Xo'p, endi majbur edik, quyosh tushyapti, behurmatli bo'lmasin, quyosh tushmayapti. Mana qilib olgandan ko'ra videoni. Xo'p, salon qismida nimalari bor? Boya aytib o'tgandek, orqa tomidagi shoxida, ya'ni antennasida kamera joylashtirilgan. Mana Bradwayda ko'rasizlar, bitta yopsanglar oyna bo'lib oladi. Bitta buni ko'targan paytda yana bu yerda sizga qulay monitor hosil bo'ladi. Ya'ni orqani bemalol ko'rib ketishingiz mumkin. Xo'p, rulida bu mashinamizda hamma funksiyasi bor. Shu bitta mashinaga kerakli bo'lgan hamma funksiyasi bor. Xo'p. Shu cruise control, adaptivniy cruise control barchasi mavjud. Yana mashinamizning muhim jihatlari, mana zavod qilgan paytingizda mashinani tagiga urib turib eski o'tkazasiz. Bu yoqqa tepaga, pastga o'zi ham urib ketadi. Avtomat qo'lda ham ursangiz bo'ladi. Bemalol aytib o'tgandek, bu haqiqiy biznes klass off-road bo'lgani uchun juda ham sizga qulaylik beradi. Mashina ichida ikkita stakanchiklar, bitta besprovодный zaryadka, fleshkaga do'stlar, bu yoqda mana nima Type-C deyman-da, Type-C simlari. Yana nimasi bor mashinamizning? O'zini CarPlay'si bor, zavodskoy. CarPlay'ni qo'ydirish shart emas bunga. Telefon olasangiz CarPlay bo'lib ishlaydi. Mashinamizning bar qismiga keladigan bo'lsa, bu yerda xolodilnik bor. Ikkita pog'onali, bitta bosganingizda, ikkita положение bitta bosganda bitta bo'lib ishlaydi. Knopkasi yonadi, keyin bu yerda bemalol o'tirgan paytingizda ovqatlansangiz bo'ladi. Orqada odam ham o'zini ovqatini qo'yib yeyish uchun mana bunaqa qulay qilgan bu mashinani barini. Uncha mashinani bari bu qadar ochilmaydi. Sababi bilasizlar, mashinalarda to'xtaydi ko'piniki. Bundoq ham bo'lishi qiyin. Bu mashinani shunaqa qilganki, haqiqiy off-road rejim bo'lgani uchun men bilan ham juda baquvvat qilgan, bemalol ushab nariyodiy odam ham xuddi bilasizlar, Gelivagindek mana bunaqa joylarini ushab ketsa hech qanday qimillab ketmaydi. Bu mashinaga o'tirgan akalarim ko'p aytdi. O'tirgandan keyin Rasa qulay ekan, ixcham ekan ichi, ko'rinishdan rasa katta ekan. Bu off-road bo'lgani uchun sizni quchoqlab turadi. Sidenlar hammasi elektropaket, palajenasi bor, yana muhim tarafi u sidenamizda ham pamit bor, bu yoqda обязательно bo'lishi. Aniq u. Xo'p, mana shu kolonkani ichishga qiynalaman bor-ku. Meridianmi? O'zi Range Roverlarda shu nima chiqadi? Akustik sistemasi Meridian chiqqan bu yoqda. Xo'p, menga bu mashinani yoqqan taraflari mana palajenalarni-chi, mana buni bosgan paytingizda mana qarang. Bitta bosasiz, tegidan funksiyalari chiqib keladi o'zini. Ya'ni off-road rejimi, yonidan shamol bo'lsa rejimi, mashinani ko'tarish rejimi, tushirish, qumda yuradigani, bu yoqda tabloda ham har bitta funksiyasini alohida ko'rsatib beradi. Suvda yuradigan rejimlari, lekin suvga tiqishinglarni tavsiya qilmayman bu mashinani. Jayam ani belidan baland bo'lib ketadigan bo'lsa, yuradi-yu, o'zi umuman bunaqa mashinalarni jaynoq suvga tiqish ham yaxshi emas. Xo'p, bu mashinamizni men o'zim eko tizimiga o'tkazib olaman, yo bo'lmasam standartda yuradi. Qorda yurish, xullas hammasi bu mashinamizda mavjud. Ya'ni bitta yoqqan tarafi bu knopkani bosgan paytimizda pechkani oboroti, ya'ni skorost chiqadi. Bu yoqda mana palajenasi 1 dan 7 gacha ekan. Xo'p, yoqamiz, bitta bosgandan keyin sirasi avtomat bu narsa ikkalasi bitta funksionalga o'tib oladi. Ya'ni pechkani sovutish, isitish darajasini ko'tarib tushirib beradi. Hozir avtoga o'tib ketib qoldi. Konditsioneri ham alohida yoqasiz. Xullas hamma, ya'ni inson bolasiga kerakli bo'lgan barcha qulay sharoitlar bor.
Xo'p, pnevmasi hamma mashinalardan ko'ra yana ham balandroq ko'tariladigan mashina ekan bu. Defender Land Rover, men buni olgandan keyin bildim va eshitdim haydaydiganlardan ko'targan paytda maksimalni juda ham baland bo'lar ekan. Bu hozir 22 diska balolarda turibdi. Aytib o'tganimdek 14 ming yevroga kelgan bo'la egalari qo'ydirishgan. Mendan oldingi yoki mashina unaqa qo'lma-qo'l bo'lib ketgan. Mashinamiz bir yaxshi akamizdan bir akamizga o'tgan, keyin bizga nasib qilib qoldi. Xo'p, bu mashina u odamga aytkim keladi-yu, lekin aytib o'tirmaymiz, sababi bizga berilayotgan mashinalarni, biz qilayotgan ularning xizmatini yo'qotib qo'ygim kelmaydi va bir nimagaki hazilakam joydan olmadik bu mashinani. Baraka topsinlar, akamizga alohida rahmat. Tushungan tushunda. Bu o'g'lim mashinasi Muhammadniki. Xo'p, ustki qismini, ichki qismlarini obzor qildik. Xo'p, spoilerlar to'g'risida bitta gaplashamiz. Keyin bu mashinamizga nech pul ketganini sizlar bilan video davomida yakunlaymiz. Ha, aytgancha, juda ham katta mashinamizda panoramasi bor. Panorama ham ochilganda rosa katta bo'lib ochiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol bu yerda bir 45 santimetrlar ochiladi. Bemalol bitta odam ham chiqib ketsa bo'ladi bu yerda. Noqulaylik tug'dirmaydi hech qanaqa. Mana ochildi. Sizlar bilan endi oldi qismini, ya'ni qilingan fartuklarni, bamperlarni bitta gaplashamiz. Ketdik. Bu mashinamizga qilingan tuning, ya'ni o'zini Mamitdani bilasizlar. Gazellarning orqasida kelgan pollaga qilinadigan temir joyi bo'ladi. Nimaga o'shanisi deb ko'pchilik savol beradi. Men o'zim bilmas edim, manakini shogirdlarimdan eshitib qoldim. Nimaga shunaqa ekan, shunaqa joy aytsam, bu balonga chiqib turib, mashina ustiga chiqish kerak bo'lib qolsa, shu joy bosib chiqilar ekan. Shuning uchun qilingan ekan. Biz endi tuning budiga taqqanimiz uchun bu mashinamizga bu joyga mana bunaqa ajoyib brutalniy turadigan o'zini nakladkalarni qo'yib berganmiz. Mana bu yerdan suv kirib ketadigan joy bor ekan, undan germetika qilib, suv kirib ichiga to'lmaydigan qilib, atrofiga ham germetika tashab, o'zi klipsada ham o'tiradi, germetika ham qildik. Chetida lipuchkasi ham bor. Ish sifatini bilasizlar, chiroyli qilib beramiz. 4 ta bu mashinamizga qilingan ishdan 4 ta rashidning arkalari qo'yilgan, ya'ni mana bunaqa kilolari ishirilgan, mana bunaqa ba'zi o'zinikida yupqa plastmassa bo'lardi. Bu bilan solishtirib berardim, lekin bu mashinamizga ham xuddi shu xizmat qilganmiz. Akamiz menigini ko'rgandan keyin buni ham o'zizdagi qilib bera qoling, juda ham seryozni bo'lib turibdi dedilar. Xuddi shunaqa qilib berdik. Oldiga qilingan qismidan, ya'ni oldidagi bamper qismini o'zi alashadi. Bu tuningovoy bamperda oldida abil sopkasi ham alashardi. Uni abil sopkasi palasa bo'lib, mayda bo'lib, 4 ta bo'lib ketgani uchun xunuv chiqqaniga biz qo'ymadik. O'zinikini joyiga qo'yib qoldirdik. Menimcha ko'rib turibsizlar, juda ham idealni chiqqan. Hop, ikkita galagenkasi bo'ladi. Tuningovoyda alohida agar spoiler qo'ydirmasa, mana galagani bemalol qo'ydirsangiz bo'ladi. Chetida buni kalsosi yonadi, o'zini ikkitali lupasi bor, yerga ham yoritishi zo'r, birovning ko'ziga tushmaydi, ziyon yetmaydi. Mana mana shu reshotkasidan alishadi, o'zini ba'zi visda seriya ichkariroq turganini hisobiga bu bunaqa chiqib, mana qo'yilgandan keyin spoilerlar bilan uruvinda turadi. Buni o'zini ham qo'ysa bo'ladi, lekin spoilerlar bilan ham qo'ysa bo'ladi. Orqa qismini ham bitta ko'rsatamiz. O'zingizni mashinangizni ko'rsatib turasizmi? Buni ham ko'rsating deyishingiz mumkin-da. Bir xilda ikkalasi, faqat narvoni bilan orqasidagi bachokini aytmaganda. Bu mashinamiz, ya'ni bu bilan bir xil bo'lgani uchun ko'rsatib turamiz, farqi yo'q. Orqa bamper ham alishgan. Bamper ham juda ham brutalniy, mana bunaqa burchaklarni qaranglar. Vobshe ajoyib bo'lib chiqqan. Mana qirralarga ahamiyat berasizlar. Lina kelyapti. Buni ustida kastapraf akalarimiz juda yaxshi tushunishadi. Lina kelyapti. Linani mana bu yoqqa beryapti. Bu yoqdan chapga tashlayapti deyman mana. Uje rashidning arkaga mana bu yoqdan padacha beryapti. Mana bunaqa joyidan bor. Mana shunaqa narsalarga ham qarab qo'yamiz. Padachani mana bundan beryapti-da. Buni qo'ygandan keyin buni qo'yishga majbur bo'ladi ular. Nimagaki, mana bu narsa shiroki bo'lgan hisobiga bu boshlanishi betdan chiqib kelyapti. Ham chiroyli bo'ladi, bet tekis bo'lib mana bundan chiqib ketsa xunuk bo'lib qoladi. Padacha kelib mana bunaqasidan keyin eshiklar bilan o'tib ketyapti. Orqa qismida ikkita-ikkitalik, 4 talik nasatga qo'yilgan, umumiy 4 joydan havo chiqadi. Xo'p, ikkita-ikkitalik o'zida bitta-bittalik turadi. Xo'p, orqasidagi nasatkalarni ham, svarkalari hammasi o'zinikini kesib, nержавейка trubalardan juda ham sifatli qilib qilingan. Mashinamizga qilingan ishlarni men aytib o'tdim deb o'ylayman. Agar sizlarda ham shunaqa mashina bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib kelinglar. Aytib o'tganimdek, otkuchi 400 ta mashinamiz edi. Holatini ko'ryapsizlar, R22 diska balonlar turibdi, supportlarni bo'yadik, diskalari bor edi. Baloni Michelin, o'zini 20 razmerdagi balonlarda to hududlarda zo'r ushlaydi o'zini bu mashina. Agar olish niyatingiz bo'lib turgan bo'lsa, 3 litrli twin turbosini maslahat qilamiz. Yo'q bo'lmasam, agar endi pul ko'proq bo'ladigan bo'lsa, 4 twin turbosi bor bu mashinani. Juda ham pushku. Xo'p, ko'rinish hamma narsasi bir xil. Motorda, sidenida ozgina xadovkasida o'zgarish bo'lgan u mashina, u juda ham boshqa narsa. Aytgancha unda rulda lip stoplari ham bor. Endi 380 ming dollarlik mashina bilan yengisi 240 minglik pulida 120 ming dollardan ortiq farq bo'lgani uchun bekorga bu mashina qimmat emas.
Xullas shunaqa gaplar. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli servis xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Aytgancha boya gap, like bosmagan bo'lsangiz, hali ham bitta bosib qo'ying yoki boshqa o'rtoqlar, yaqinlar ko'rishga sabab bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Xudo xohlasa tugatdi. Azamat muxlislarni ham olib qo'yib, muxlislarni. Biz hozir lokatsiya qayerda deganlarga mana shunaqa joyda turibmiz lokatsiyamizni. Bu yerda muxlislar mana. Hammasini qo'y.